miyaning aql charxining manbai, haqiqiy kuchning manbai, go'zallikning manbai do'stlarim. Bu bodam bo'ladi o'rtoqlar. Ha, bodam. Bu 4 xil mizojga 4 xil ta'sir qiladi. Birinchi mizoj issiq quruq mizojli odamlarga asab tizimiga zo'r ta'sir qiladi. 5 donadan 5 kun asalli choy bilan ertalab nahorga ichib tursalar, inshaalloh asablari joyiga kela boshlaydi. Sovuqnam mizojli odamlarga miyani uyg'otadi. Zo'r ishtaha ochadi, asablarni tinchlantiradi, ichakka foyda beradi, yurakni quvvatlantiradi. 10 kun moymaynida asal, murch va 3 dona bodam bilan ertalab nahorga ichib turishlari tavsiya qilinadi. Issiq nam mizojli odamlarga tinchlantiradi, teri va sochga quvvat beradi, chiroy beradi. Limonli suv bilan 3 dona kuniga iste'mol qilish tavsiya qilinadi. 4-mizoj sovuq quruq, ruhiyatini tiklaydi, havo yetishmasligini davolaydi, miyadagi ortiqcha bosimlar, miya qizib ketishligini oldini oladi yoki pasaytiradi va davolaydi do'stlarim. Shunday ekan, bu bodamni hamma har xil tarzda yeganda har xil natija ko'rishi mana shuni siridan do'stlarim. Hamisha sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Gazini bosinglar, omad.